Bir qancha bug'doy un bilanlar o'xshamaydigan yangi usulda lampani chiqsinib keldim. Bashashdan burun juyra ko'rib ganjo qilib asanglarimiz ketdik. Avval qozonga 2 qacha sovuq suv quyib, ondan nayt az miqdorda tuz solatgandan keyin qozonni qaynatib, ustiga oila shiltadigan undan bir qash to'kamiz. Mana shunday cho'k bilan to'xtamay aralashtiraversak, bu jumla ximiralat keladi. Musholat kelgandan keyin buni anbilimizning ustiga elib, anbilimizning ustiga bo'lsa kraxmaluni, bo'lmaganda qunaqon chechitib, ondan ustiga yeymiz. Endi buni ushoq-ushoq parchalab bir muzlatib etgandan keyin bayağı qozonda qildik emasmi, shu hozir bek qiziq bu. Ondan xamirimizni ravris bir ishlab olgandan keyin musholat keladi, ondan alqanday qilib kesib olib, shuni ayrim qilib shunday yeyib olamiz. Yayg'ani cho'qim nefisroq qilib yeymiz qardoshlar. Ondan chaplashib qolmasligi uchun aralig'ini bir mayli etib, qasqonga solib 10 minut atrofida pishirib olamiz. Bu pishib bo'lguncha biz bu vaqtda azroq tang solayli. Uyda material bo'lmagan avvalda shu yog'lar, sulan, achchiq suv, adin shakarni tangshab qilsak bo'ladi. Men ma'noda o'lchamliroq qilaydi bana qildim. Bir qachiga oz miqdorda samsoq, shamila, laza, ondan kunjut tilib ustiga qizg'an mayin to'kamiz. Keyindan shunchu, xaviyo, jijing, tuz, az miqdorda shakar, yumg'oq sut, ondan az miqdorda achchiq suv bilan aralashtirsak bo'ldi. Hamda vaqtim to'shab qolibdi, mana tovoqlashib qoladigan bo'lsak, shundoq mana elastikligiga yaxshi yerilibmi ketmabdi, yaxshi chiqibdi. Hemen shundoq kesib to'g'rab olamiz. Ondan qachoq selib oilada bayam tayyorlagan material bo'lmaganda shu yog'lar, suv, achchiq suv, shakar deganlarni aralashtirib qilsakmi va yoki bayam materiallarni aralashtirib qilib yesakmi shunday o'xshaydi. Ma usul bo'yicha qilmaslikdan hech qanday bir sabab qolmaydi qardoshlar. Cho'qim bir sinab qilinglar.